Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, mana ko'rib turibsizlar, navbatdagi reysiga avtobuslarimizga xudo xolasa pasatkina bo'lyapti. Moskva shahridan, avtovokzal Kotelnikidan Primoy Toshkent shahriga, Sankt-Peterburg shahridan Primoy Toshkent shahriga shunaqa sifatli qonuniy avtobuslarda ketishlarni tavsiya qilib qolamiz. Ko'rib turibsizlar, avtobuslarimiz sharoitlari, monitorlarimiz ikkitadan mavjud. Bemalol konsert ko'rib, kino ko'rib, zerikmay ketasizlar. GPS kameralar nazorat ostida ketasizlar. 3 tadan GPS kameralarimiz bor, konditsionerlar, har bittasida orqasida zaryadka uskunalar bor. Shunaqa sifatli avtobuslarda ketishlarini tavsiya qilib qolamiz. Biz dokument ukalarimizga, opa-singillarimizga ham yordam berib, xudo xolasa, bez deport, bez zapret olib ketamiz. 60 kilo yuk poложенda bemalol olib kelib, bepul olib ketishlari mumkin. Bu avtobuslarimiz chegaralarda ham bez ochib, bemalol ketishlari mumkin. Farzandi borlar ham bemalol kesalari, ayollar oldida, erkaklar orqada, xudo xolasa, samolyotda ketgandaqa ketasizlar. Tanlovda adashmasdan bemalol bexijolatli telefon qilib bog'lanib kelib, shunaqa avtobuslarda ketishlarini tavsiya qilib qolamiz. Aziz yurtdoshlar, bu reklama emas, qo'ldan kelgancha qilayotgan mehnatlarimiz. Shu yurtdoshlarimiz qiynalmasdan, har xil yo'l va aldolarga borib qolmasdan, shunaqa ishonchli avtobuslarda ketishlari uchun qo'ldan kelgancha qilayotgan. Tanlovda adashmagan